To'g'risi, yaxshi mobilograf topish bugun juda muammo. Yangi kasblar sirasiga kirib ulgurdi ushbu mobilograflarimiz va mobilografiya kurslarida o'qib o'rgangan yoshlarimiz qisqa fursatda daromadiga ham ega bo'lishyapti. Respublikamiz bo'ylab 1000 nafar yosh mobilografiya kurslarida tekin o'qitilmoqda. Bu ezgu tashabbus Surxondaryoda ham start oldi. Ayni paytda Yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasi binosida 50 dan ortiq yigit-qizlar mobilografiyaning sir va asrorlarini o'rganmoqda. Aslida nega mobilograf kerak? Sir emaski, bugun vizual kontent raqamli olamning asosiy tiliga aylandi. Ta'lim, tadbirkorlik, turizm, media xizmatlar, blogerlik, hatto davlat xizmatlarida ham foto-video material hozirgi kunda talab yuqori bo'lgan yo'nalishga aylangan. Mobilograf bu nafaqat kadr oluvchi, balki kontent yaratuvchi, g'oyani obrazga aylantiruvchi, axborotni tez yetkazuvchi ijodkorga aylanib ulgurdi. Darslarimiz boshlanganiga 6 kun bo'ldi. O'quvchilarimiz qiziqishi juda ham ortmoqda. Loyihada chegara qo'yilgan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar jalb qilinishi etilgan. Mobilografiya hozirgi zamon talabi. Ya'ni misol uchun oddiy qo'lida telefoni bor mobilograflarimiz tajribalari bo'lmasa ham kamida 3 million yoki 4 millionga yaqin daromad qilishmoqda. Professional darajadagi mobilograflarimiz, video makerlarimizga keladigan bo'lsak, 20 ming, 30 ming dollargacha daromad qilayotgan yoshlarimiz bor. Bu imkoniyatdan unumli foydalangan holatda Surxondaryoda hozir 50 ga yaqin yoshlarimiz jalb qilingan. Birinchi kunning o'zida videolarimizni montaj qilib, ommaga taqdim etdik, iliq fikrlarga ega bo'ldik. Kontent yaratish juda ham oson, shunchaki mobilografiya bu ijodkorlik. Ya'ni eng yaxshi kamera bu qo'lingdagi telefoning deb aytishadi. Bu gapdan kelib chiqib, misol uchun slaydlarni ko'rib chiqdik, darslarni boshladik, ularga tushuntirish berdim. Juda ham chiroyli ishlar berishni boshlashdi. Bu kurs ertaga nima beradi? Haqli savol. Yoshlar qo'lidagi telefon bilan daromad topishni boshlaydi. Biznes uchun sifatli kontent yarata oladigan mutaxassislar soni ortib, raqobat kuchayadi. Viloyat axborot muhitida ijodkor, innovatsion fikrlaydigan yoshlar paydo bo'ladi. Eng muhimi, har bir ishtirokchi bir kasb egasiga aylanadi. Mobilograf, montajchi, content maker, SMM xodimi. Hozirgi kunda 10 ta yoshning 8 tasi, boringki 9 tasida ham telefonlari bor. Bu telefonlarni yoshlarimizdan olib qo'yish niyatimiz yo'q, lekin o'sha telefonlardan to'g'ri foydalanish, kontentlar tayyorlanib, to'g'ri yo'nalishlarda ish olib borishiga biz tarafdorimiz. Shu borada amalga oshirilayotgan ishlarimizdan biri esa o'sha mobilografiya yo'nalishidir. So'rovnomalar tashkil etilganda yoshlarimiz mobilografiyaga qiziqayotganligi va o'sha o'quv kurslarining tashkil etilishini so'rayotgan yoshlarimiz soni juda ham ko'p bo'lgan va o'sha takliflarimizning yig'ilishi natijasida bugungi kunda Yoshlar ishlari agentligi tomonidan mana shu loyiha amalga oshirildi. Ya'ni mobilografiya o'quv kursi tashkil etildi. Sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha ham o'quv kursini tashkil etishni rejalashtirib turibmiz. Bundan tashqari SMM kurslari tashkil etilgan. Yana o'sha IT yo'nalishi bo'yicha, robototexnika yo'nalishi bo'yicha to'garaklarimiz, bundan tashqari sardorlar uchun ham xonalar ajratilib, bu yerda yoshlarimiz kelib, o'z ustida ishlab, bilimlar, tajribalar olishda davom etmoqda. Men o'ylaymanki, bunaqangi to'garaklar yoshlarimizga o'sha o'zini qiziqishlariga, o'zini o'sha g'oyalarini amalga oshirish uchun yordam beradigan kurslardan biri deb o'ylayman. O'zbekistonda fotosuratchilar oyiga o'rtacha 3 milliondan 8 million so'mgacha daromad topadi. Freelance tarzda ishlovchi mobilograf, video montaj ustasi yoki tasvirchi esa kamida 2 milliondan tortib to 5 million so'mgacha ish olishi mumkin. Bu raqamlar mobilografiya yo'nalishiga bo'lgan talab qanchalik yuqori ekanini ko'rsatmoqda. Bugungi o'quv mashg'ulotlari bu yoshlarning ertangi kasbi, imkoniyatlar eshigidir. Mobilografiya nafaqat ijodiy yo'nalish, balki barqaror daromad manbai, raqamli bozorda o'z o'rnini topish imkoni hamdir. Kontentga talab ortib borayotgan bu davrda har bir telefonga ega yosh to'g'ri bilim va ko'nikmalar bilan professional mutaxassisga aylana oladi.